Transfer Market portali iyun oyining boshidan beri futbolchilarning transfer qiymatini yangilab bormoqda. Xususan 30-may kuni Angliya Premyer Ligasi, 3-iyun kuni Fransiya chempionati, 5-iyun kuni Germaniya Bundesligasi, 9-iyun kuni Ispaniya La Ligasi va 17-iyun kuni Italiya A Seriyasidagi futbolchilarning transfer narxlarini yangiladi. Shu munosabat bilan Yevropaning top 5 chempionatida to'p surayotgan osiyolik eng qimmat 10 nafar futbolchining transfer narxidagi o'zgarishlarga to'xtalishga qaror qildik. Angliya Premyer Ligasida harakat qilayotgan Abduqodir Husanovning transfer qiymati 35 million yevroga baholanib, o'tgan oyga nisbatan o'zgarishsiz qoldi. Biroq boshqa futbolchilarning narxida o'zgarish kuzatildi. Xususan, Brighton jamoasining yaponiyalik chap qanot vengeri Kaoru Mitamoning qiymati 5 million yevroga kamaydi va hozirda uning qiymati 40 million yevroga teng. Shuningdek, Tottenham futbolchisi Son Heung-minning transfer bahosi ham 10 million yevroga arzonlashib, 20 million yevro etib belgilangan. Fransiya chempionatida to'p surayotgan Li Kan-inning transfer narxi ham pasaydi. Paris Saint-Germain futbolchisi iyun oyidagi yangilanishdan so'ng 25 million yevroga baholanmoqda. Uning avvalgi narxi esa 30 million yevro edi. Germaniya Bundesligasida to'p surayotgan Kim Min-jae transfer narxining pasayishiga duch keldi. Bavariya va Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi 5 million yevroga arzonlashib, hozirda uning qiymati 40 million yevroga teng baholanmoqda. Bavariyaning yaponiyalik futbolchisi Hiroki Ito ham 5 million yevroga arzonlashgan. Uning transfer narxi hozirda 25 million yevroga teng. Freiburg jamoasining vengeri Ritsu Doan 3 million yevroga qimmatlashib, uning qiymati hozirda 25 million yevroga yetdi. Mainz va Yaponiya terma jamoasi yarim himoyachisi Kaishu Sanoning qiymati ham 3 million yevroga oshdi. Uning hozirgi narxi 20 million yevroga teng. Osiyoning eng qimmat 10 futbolchisi orasida La Ligada to'p surayotgan yagona futbolchi Takefusa Kubo hisoblanadi. Iyun oyidagi yangilanishdan so'ng Real Sociedad futbolchisining narxi 10 million yevroga kamaydi. Avval 40 million yevroga baholangan Kuboning hozirgi narxi 30 million yevroga teng. Italiya chempionatida o'ynaydigan futbolchilarning ham transfer qiymati yangilandi. Xususan, O'zbekiston terma jamoasi va Rimning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodovning transfer narxi 1 million yevroga oshib, hozirda 5 million yevroga yetdi. Parma klubi darvozaboni Sion Suzuku ham Osiyoning eng qimmat 10 futbolchisi qatoriga kirdi. Uning transfer bahosi 6 million yevroga oshib, hozirda 20 million yevroga teng deb baholanmoqda. Osiyoning eng qimmat futbolchilar reytingining birinchi pog'onasidan Kaoru Mitomo joy olgan. Iyun oyidagi yangilanishlardan so'ng Brighton a'zosining narxi 5 million yevroga kamaygan bo'lsa-da, hamon Osiyoning eng qimmat futbolchisi bo'lib turibdi. Ikkinchi pog'onani Kim Min-jae band etgan. Bavariya futbolchisi ham xuddi Mitomo singari 5 million yevroga arzonlashgan. Abduqodir Husanov esa kuchli uchlikka yakun yasagan. Oldingi reytingda Husanov 4-pog'onada edi, biroq Takefusa Kubo 10 million yevroga arzonlashgan va uning yangilangan transfer narxi 30 million yevroga teng. Shu bois Husanov Kuboni ortda qoldirib, kuchli uchlikka kirib oldi. Quyida Osiyoning eng qimmat 10 nafar futbolchilar ro'yxati bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, Abduqodir Husanov Jahon chempionati Osiyo qit'asi 3-saralash bosqichining eng qimmat futbolchisi sifatida yakunladi. Chunki iyun oyidagi o'yinlarni Mitomo va Kim Min-jae jarohat sabab o'tkazib yubordi. Shu bois Husanov 3-bosqich saralashning 9 hamda 10-turida Osiyoning eng qimmat futbolchisi sifatida qayd etildi. Hozircha bizda shular. Video yoqqan bo'lsa like bosing va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Sportdagi eng so'nggi yangiliklar, qiziqarli tahlillar va eksklyuziv intervyularni birinchi bo'lib ko'rishni istasangiz, biz bilan qoling. E'tiboringiz uchun rahmat.